Aleyküm Uyghur Çayxanası söhbetleri programmasındaki aziz ko'rmanlari, bugun 2026 7 ayınki 2 kuni bugungi Uyghur Çayxanası söhbetleri programmasini bir sınaq shaklida Mang'uz paqali sinoyilda hozir Qavuljon bilan yarim soatdan jiqroq gaplashibdi Qavuljon. Yana bo'lmay endi bulavot endi sinab qilib boqal degan suhbatni deb. Bu suhbatni asli 6 ayning 21 kuni qilmoqchi bo'lgan, u kun faqat qilolmadik. Shu shavqin sirali chiqib, shoshqib degan bir sinab boqil deb qildik. Bugungi bu suhbat programmamiz ya'ni idrok urushi. Uyg'ur Çayxana suhbat programmasiga 111-soni. Assalomu alaykum Qavuljon, qimmatli vaqtingizni chiqarib Uyg'ur Çayxana suhbat programmasiga naq maydonda qatnashganingiz uchun rahmat aytaman. Va alaykum assalom, sizga rahmat. Sizlar uzun bo'ldi suhbat qilolmadik. Orliq bir necha qatim suhbat qilsak, faqat suhbatdek bo'lmadi, to'la shavqin siran. Siznikini men anglayolmayman, menikini siz anglayolmaysiz. Ikkimiz anglasak, ko'rarmanlar anglayolmay degandek, shunday qilib suhbatni qilolmay qolib qoldik. Bugun endi bir qilib boqaylik, hozirgacha boshqa bir avval yo'q deb qildi, ammo ekran oldidagilar anglayotgan bo'lgan bo'lsa, ovozni masli yo'q. Saq chiqyotdi, hozir anglik desak boshlab kelsak bo'ladi. Boshlaymiz. Boshlaydi, ham zaman qarasam boshqa bir ovoz binasimi kammidi. Shavqin siralimi? Sizlar xeyr nurg'un programmalarni qilib orliqda bir necha oy o'qib qoldi. Bu suhbat programmamiz o'rlashtirolmay qolib qoldik-da. Nim bo'ldi, hakkaring hujum uchirdimi, nim bo'ldi bilmadim zada. Shavqin siran degandek bo'lib qoldi. Boshqa gapni qisqartib nim qilib bugungi suhbat programmamiz yana zamoniy fan texnika Uyg'urlar haqida bir suhbat programmasiga muhim bir soni, ya'ni idrok urushi. Xo'sh, Qavuljon, ekran sizda. Assalomu alaykum qarindoshlar. Hozirgi vaqtingiz xayrli bo'lsin. Men necha qatim takrorlab e'lon qilib yana qilolmay qoldik. Shunga xafamaysiz, kechirim so'raymiz. Bugungi suhbatimiz joyida idrok urushi, ya'ni cognitive warfare degan. Ya'ni Xitoycha vaqtda Renshijan deydi. Xitoychada. Endi bu zamonaviy davrdagi yangi xavf deb qaralyapti. Hozirgi yangi xavf, zamonaviy davrdagi yangi xavf deb qaraladi. Odamning aqli, idroki, qarashi, ya'ni qimmat qarashlari demakchi, har xil qarashlar. Ishonchni kontrol qilish urushi. Bugungi kundagi eng xatarlik va eng murakkab urush shakli deb hammadan e'tirof qilinayotgan narsa siyosat. Faqat bizning diplomat xayrimiz bor endi. Nima ekran ichasiz bo'ldi? Share qilyapsan bo'ldi. Endi bu yerdagi ikki so'zni tushunib olaylik. Bu cognitive bilan warfare. Yani bu bugungi dunyoda urush faqat tankka, qurol yoki raketa bilan bo'lmaydi. Hozir buni oyda bo'ladi deyishim mumkin. Asosda o'zlari degan. Masalan, buniki tipik misollar Ukraina urushi, uniki joyda Rossiyaning Ukrainaga tajovuz qilishi, Amerikaning Eronga tajovuz qilishi degan-ku. Buncha tajovuz qilishlar joyda hammasi sun'iy aql, ya'ni ishlatildi. Sun'iy aqllar ishlatildi, uniki joyda robotlar deymiz, qanday aqlli robotlar ishlatildi. Ya'ni AI robotik deb-ku. Ya'ni physical AI deymiz bularni. Bular ishlatildi. Endi birinchi vaqtda urush joyida tuproq uchun urush qiladi, boylik uchun urush qiladi, siyosiy hukmronlik uchun urush qiladi, harbiy kuch bilan g'alaba qilishdi. Hozircha vaqtda kimning uchurni kontrol qilishi, kimning odamning fikrini o'zgartirishi, kimning ruhiy dunyoni boshqarishi, uchur va texnika bilan g'alaba qilishi. Hozirgi urushlarning xarakteri ma'no o'zgaradigan gap. Shunga bugungi dunyo faqat qurol yaroqlar bilan urush qilgan davr emas. Eng chong urush joyida odamning aqli, idroki, qarashi va ishonchini kontrol qilish urushi bo'lib qoldi deb qaraldi, hamma deb e'tirof qilinadi degan. Agar buni izlab baqsana bo'lgan gap. Eng muhim nuqta bugungi kunda dushman sizning jismingizga hujum qilmaydi. Balki sizning mingingizni, fikringizni, ishonchingizni hujum qiladi. Buni biz joyda idrok urushi deb ataymiz. Men nima ish idrok urushi deb ataganligimniki slayd ma'noda. Endi ma'noda. Bir ma'nosa bekmiyam ketib bu. Asosiy urush joyida buningki urush maydoni joyida ming urushning inson mingidagi mingisi bo'ldi. Urush maydoni, boshqa urushlar joyida odatda
konkret meydonlar bo'ldi-ku. Endi mana shu yoqda odamningki mingisi bo'ldi degan. Bunda bayat deganimizdek ilgirki odamlarningki tuproqlari va boshqalarni egilesh bo'lsa, hozir shu yoqda sizningki fikringizni, zehningizni, ruhingizni egilesh degan. Endi shu yoqda uchurni kontrol qilganlar odamning idrokini kontrol qildi. Idrokini kontrol qilganlar kelgusini kontrol qildi. Bu shu yoqda zamoniy urush nazariyasi. Ana buni tushunishdan birinchi vaqtda avval idrok bilan idrokni bir tushunaylik. Idrok degan nima? Aql bilan qanday farq? Nimish buni aql urushi deymidi? Idrok urushi deymiz. Deydigan narsa shu. Aql bilan idrokning farqi bor. Ba'zida buni talashtirishning qilch ahamiyati yo'q. Aql sun'iy aqldan sun'iy idrokdan talashayotganlar bor. Uning zehni sirab qolganlikniki hech qanday bir ahamiyati yo'q. Uni o'rniga ashni qilsak bo'ladi degan. Endi idrok degan bo'lsa insonning aqliy faoliyatlari bu asosan 5 jihatda, 6 jihatdan bo'ladi. Birinchi tushunish. Ya'ni uchurni qabul qilish va ma'nosini echish. Ikkinchisi fikr qilish, logikalik tahlil va qaror chiqarish jarayoni. Uchinchisi sezish, ya'ni bir narsani sezmak, hissiyot, ruhiy holatni bayqash. To'rtinchisi qaror chiqarish, tanlash, harakat yo'nalishini belgilash. Beshinchisi eslash, o'tmishni eslash, o'tmishlik tajribalarni saqlash va eslash. Hadi ikki masala isimiz so'zsi eslash emas, saqlaydi ham eslaydi. Ma'ni isimiz tushuntirdi. Ma'nini tunish, uchurning chunqur ma'nisini tunish. Mush 6si birlashgan vaqtda idrok bo'ldi degan. Uning ikinci bu yerlik urush mush 6 ga hujum qilganlik uchun vaqtda shu idrok urushi deb aldık ma'ni. Men aldım Uyg'urcha tarjima qilib idrok urushi deb aldım. Boshqa balki ming urush deydiganlar chiqishi mumkin, yoki bo'lmasa boshqa ro'yi urush deydiganlar chiqishi mumkin degan. Uni shu o'zinglar tekshirib, qaysi qabul qilsanlar shuni qilsanglar. Endi bizning tilshunoslar til qassoblarimiz hozir yo'q bo'lgan ekan, ular boshqa ishlar urush, boshqa jidallar o'ynab yurgan ekan endi amal yo'q endi. Bir adamning joyida bu misol amaliy xabar ko'rib, bir adamning bir sosial mediada xabar ko'rdi. Uning rost yolg'onligini ta'liq qiladi, hissiyot ta'sir ko'rsatdi. Oxir joyida bu xabarga ishonish yoki ishonmaslik qaror chiqadi. Masalan deylik, mush butun jarayon joyida idrok bo'ldi endi. Masalan deylik, Iran bilan Amerikaning Ironga tajovuz qilishi, uning joyida 180 lik bolalarni o'ttirishi. Bular joyida u boshlang'ich maktabga bomba etishi. Bular joyida hammasi AI bilan qilingan. Ya'ni buning oxirini surishtirgan vaqt joyida OpenAI bilan cloud'niki chiqqanlik buni hammadan bilgan narsa. Uni bu yerda yana isbot ko'rsatib deysan, hozir tekshirib baqsalar aqlli chiqqan narsa bu. Bu shuncha vaqtda buningki amaliy ta'siri mishad bo'ldi degan. Endi vaqtda siz oshada bizningki Uyg'urlar bilinib ketdi-ku, birdan Iron g'alaba qildi, birdan Amerika g'alaba qildi deb talash tartish. U kim g'alaba qilsa bizga nima foydasi? Shuni bilishimiz kerak-da, bizga qanday manfaat keldi bu? Qaysi qalbingiz qaysi bular nima ishlatdi? Bundan keyin urushning taraqqiyot qanday ketib bordi? Bularni bilib, bularni tushunib, ashning qarta harakat qilgan vaqtda anikendan o'zimizningki mustaqillikni ola olamiz. Bu vaqtda xalqning urushini biz bog'lab o'tirmiz degan gap. Xalqning topgan pulini biz boshqalar sanab bergandek degan gapda endi. Bizda shunday ahvol ko'p-ku, boshqalarning boyligini sanashga amroq degandek. Shu yerda ikki warfare degan buni tushundimsam bo'ldi. Urush, hujum qilish, kurash degan ma'nosi. Buni ortiqcha tushuntirishninki o'rni yo'q deb qo'yaman. Idrok urushi. Endi idrok urush degan nima degan gap? Bularni ben ta'bir berdik, idrokning nima ekanligini. Endi idrok urushi yo'qda odamning fikri, ishonchi, hissiyoti, qarori va dunyo qarashini texnika, uchur, media, AI va psixologiya orqali o'zgartirish yoki kontrol qilish jarayoni. Bu Uyg'urcha ta'biri mushu. Meningki ezib chiqilmaydi. Endi bundan texnik mukammal, texnik yaxshi ta'bir beramiz, albatta qabul qilamiz degan gap. Eng muhim farq joyda an'anaviy urush dushmanni sizning jismingizga hujum qiladi. Hozir urush joyda idrok urishchi, dushman sizning miyingizni, zehningizni kontrol qiladi degan gap. Ruhingizni oladi degan gap. Ana buni yana boyadan deb o'tib ketganda bularningki farqini tushunsak, an'anaviy urushlar jismoniy kuch, tuproq, nishon jihatdan, idrok urush joyda idrok va fikr, ishonch nishoni urushning idrok urushningki. Endi qurol joyda an'anaviy urush top, tankka, aeroplan bo'lsa, ma'nining joyda idrok urushi uchur, media, endi AI. Vaqtcha joyda an'anaviy urush bek muhim bo'lganligi uchun men ikkisini farqlantirib so'zlayman. Vaqtcha joyda an'anaviy urush cheklik. Ma'lum bir mezgil davomlashdi, oxirlashdi. Masalan, alaylik ikkinchi dunyo urushi, birinchi dunyo urushi oxirlashdi. Tugadi. Ham joyda idrok urushi vaqtda bu to'xtamaydi degan gap. Yushirin xavfi, yana bir avlod ta'sir ko'rsatadi degan gap. Ya'ni avlod so'rilib ketadi degan gap buning ta'siri.
Şunu bununki xavfi intayin kuchli, xavfli deb qaradi. Masalan, Yevropa Ittifoqiniki degan gaplar bor buningda. Ele chiqadi o'sha vaqtda. Buniki kurash maydoni. Ko'rinish joyda oshkora. An'anaviy urushda oshkora. Masalan, tanklarni ko'ramiz-ku. Ammo joyda idrok urush joyda yushrin, bayqishingiz test degan gap. Sizningki o'zingiz bilib bilmay ta'sir ko'rsatadi. Natija joyda jismoniy ziyon, idrok urishning joyda, ya'ni an'anaviy urushning jismoniy ziyon, idrok urishning joyda fikr o'zgarishi, kimlikning yo'qolishi. Endi bu yerdagi atalg'ini bayon deb ketdim-ku, yana so'zlab. Endi ikkisini birlashtirgan vaqtimiz yo'qda, bayatdan urush bilan kognitiv birlashtirgan vaqtda fikr bayatdan deganlik texdim yig'inchaq nima degan gap bo'ldi ekan bu uyg'urcha bizning Qashqarcha gap qilib qo'ygan. Zag'irnan til bir gap qilar nima degan gap kim bu degandekchi. Zag'irnan til bo'yicha aytgan vaqtimizda insonning idrokini, fikrini qarshini nishon qilgan urush desak bo'ldi degan gap. Bizning zag'irnan til bo'yicha mushlar bo'ldi degan gap. Ya'ni ben endi men joqda bu dushman sizning joqda mingizni ishg'ol qiladi. Shu joqda ba'zi bir neda mingi urishi deb uchirtib qilishing mumkin degan. Chunki egiladigan nishon mingi bo'lgandiki buningki. Ming urish deydiganlarmi bor degan. Endi urushninki nishoni nima degan vaqtda sizningki idrok urishning vaqtda nishoni qanday o'ylanishni belgilash. Sizning nima o'ylaydiganligingizni, qanday o'ylaydiganligingizni belgilaydi. Odamning tafakkur yo'nalishini, logikasini va ta'l usulini asta-asta o'zgartirish. Nimaga ishonishni kontrol qilish, rost yolg'onni farqlantirish qobiliyatini ojizlashtirish, belgilangan usullarga ishontirish. Bu bizning sotsial mediada bor. Nurg'un odamlar un taqtidi, birdan bun taqtidi, undan birdan bu. Hozir hech kim bir-birisiga ishonish bormi? Uyg'urlarda. Unda ahvollar to'yla ketib borgan. Nimishqa? Chunki yolg'on uchurlarning ko'p taqilishi. Yana javobda boshqa keyin oxir chiqamiz, yana buni keyin bo'lam emas degan ta'sirniki. Aniga kimni qo'llashni yetaklash, masalan, siyosiy, ijtimoiy yoki madaniy jihatda kimni qo'llash kerakligini yushirin yo'linishni ko'rsatish. Masalan, Trumpni qo'llash yoki Baydenni qo'llash yoki bizning tashkilotlardagi uni qo'llash, buni qo'llash degandek-ku. Masalan, bir mezgil shu bas milliardlarcha ma'lum birisini o'ttirib tashlayotgan bo'lsa, qilmagan narsani qildi deb hammadan tang taqib ketgan bo'lsa, to'xta, bu yerda bir narsani ilgari suryapti-mi bular deb qarash kerak degan gap. Ma'lum bir narsa, ma'lum bir ideyani, ma'lum bir fikrni o'ttirib tashlagan zamonda shu hammadan taqib ketgan bo'lsa, to'xta. Buni kimlar taqib nima ish taqib buni bilishimiz kerak degan gap. Masalan, men yaqin bo'lgan bir nimalar bor bizniki. Biz o'g'irga mal kam emas degandek, bizga bir narsa kam emas tatishlar. Ba'zan bir ham shapaqlar chiqadi, birdan kavobchilar chiqadi, ularniki tatishimiz, uniki joyda behmal hangrab qolgan eshaklarnikini tatishimiz degan gap. Ya'ni bir o'tgandagi joyda ya'ni diniy guruh, ziyoliy guruh deb arish uni tadqiq qilib degan gap, urush degan gap. Endi qilch ahmiyat yo'q ishlar ular. Bizning ular ketadi. Bizning bir to'plum bu toplumimiz yo'qdan da tekshirib baqadan bir haftadan keyin hammadan unutib qoladi degan gap. Shapaq voqeasi, kavobchi voqeasini unutib qoldikmi? Unutib qoldik. Shuni o'xshash degan gap. Bu bir hafta tugaydi, undan keyin yana ishimiz ketaveradi. Ketimiz degan gap. Mushi qaysikin chiqarsa bir hafta bo'ldi degan. Endi ikkinchi haftada hammadan uning o'zidan shan qilaveradi degan gap. Endi bular nimishqa bunday chiqdi? Kimlar bunda baqadan bekor bo'lib turib bunda bir narsani timlarni tashlab qo'ydi? Kimlar agishyapti? Kimlar guppanchilik qilyapti? Birisi chiqqan zamonda o'y deb yanchillar bor, sanaliqi burun baylarniki ikkidan amara yan suratda bay bir og'iz gap bo'g'icha ular degandan oshib ko'k kutirib vaqirab ketadi. Mushlar kimlar? Buni kimlar qilyapti? Mushlarni bilishimiz kerak. Mushlarga asosan harakat qilmasak joyda bizningki kallamizni, bizning zehnimiz joyda boshqalar kutirib berib qo'yamiz degan gap. Boshqalarni nima ishlashdi degan gap. Aql qanday ishlatdi, bu yerda ishlatdi degan gap. Kimni dushman ko'rishni shakllantirish. İslam dünyasida bekliyor bu. Kimni dushman ko'rdi? Isroillar Amerikani dushman ko'rdi degan gap. O'zini eleştirishga, ya'ni o'zininki davlatining ahvolini tushuntirishga, ashnaqa qanday xatoliklardir, qanday nimalardir, uni jo'ta aqtirish fursat bermaydi degan gap. Zolim to'plum degan gap. Bizning Uyg'ur tashkilotlari o'zini eleştirishga fursat bermaydi degan gap. Agar azroq bo'lib qolsa yo'qda
bir chiqib bir urush tashlab qo'ydi, shuni bilan ular u urushdan unutib qoladi degan gap. Shuning uchun joyda davlat zolim tashkilot zolim bilimsiz toplum bo'layotganda davlatlar joy taraqqiy qilolmaydi, tashkilotlar joyda shu bo'yicha qiladi degan gap. Ko'rayotganimiz amaliy misollar shu. Endi xatarlik nuqta joyda bu nishonlar yetganda bir xalq o'z irodasi bilan emas, balki boshqalarning kontrol qilishidan harakat qilganlik bo'lib qoladi. Vaqt o'tib mushni ikki biratni talashayotgan masalalarningki bir oy emas, ikki hafta o'tsin, hammasi unutib qoladi. Shundan keyin o'tirib o'yinlab boqqandagi joyda, bu nima bo'lib ketdi? Bekor tashlashib, tilashib, juri hozir yo'qlab qoldi u. deb o'yinlab boqadigan gap. O'ylansak joyda, ya'ni kelaqati menda tema chiqadi degan gap. U 70 yilning qayda bo'ladi degan gap. 200 yilning qayda bo'ladi degan gap. Buni aqlni ishlatsak shu başlananlar tiko'si desak deydigan gap bor. Men tiko desam deyman. Shunday. Endi idrok urishning 5 chong quroli bor. Endi idrok urishni ishlatadigan qurollar joyda, birinchi joyda saxt xabarlar, ya'ni fake news. Masalan, sosyal medialar bo'ldi degandek. Endi deep fake bu joyda başlanan ovozni, başlanan chiroy shaklini kirishtirdi. Masalan, nurg'un uyg'urlar degan bakkadan boshqalarning chiroyini unaga kirishtirib, uni o'ynaydigan degan. U AI sizning vaqt, siz AIni ishlatyapsiz, AI sizni ishlatyapti. Ya'ni sun'iy aql sizning tovaringizmi yoki siz uning tovarimi degan gap bo'lmaydi. Agar o'zingizga foydali narsani ishlatib, ashuna bir narsa olgan bo'lsangiz, manfaatlangan bo'lsangiz, bu siz AI siz uchun bir tovar bo'ldi degan gap. Bo'lmasa yo'qda o'zingizni sotdingiz degan gap. Ya'ni siz tovar degan gap yani. Shu joyda nimalar qaysi jiqroq vaqt bilan vaqtim ketgandim qanday hal qilyapman, bularni bilishim kerak. Ya'ni bularni ishlagan qurollar deb sosyal media, ya'ni artificial intelligence, ya'ni sun'iy aql demakchi. Ana big data, cho'ng sonliq ma'lumot. Ma'noga keyin to'xtalamiz big dataning nima ekanligini. Sen hozir dunyoda eng ko'p qurilayotgan big data center, ya'ni data center sonliq ma'lumot markazlar qurilyapti degan gap. Agar bunday joyda o'zining sonliq ma'lumot markazini qurolmagan bir to'plum, bir millat, bir davlat joyda yo'qolishga mahkum degan gap. Yoki bo'lmasa qulluqqa mahkum degan gap. Bu ashirib degan gap emas, bu. Endi deep fake boshlarning ovozini kirishtirib qo'yish. Unga joyda algoritm bots. Facebook'lar hamma shuni ishlatadi, algoritm botsini ishlatadigan gap. Masalan, siz bir narsani kallangizga keltirgan zaman joyda sizga bir much ashuna g'alaqtir bir narsa kelib qoladi degan gap. Siz kimga yurak beryapsiz? Kimga xo'belig'i sevyapsiz? Uni bilishingiz kerak degan gap. Chunki oshni bosganda sizniki bu mening qo'lim sosyal mediada mening qo'lim mendan narsani yaxshi ko'rdi ekan. Men bu qo'limga mendan narsa chiqarib bersam bo'ldi ekan deb oshni chiqarib beradi degan gap. Yana birisi digital izlaydigan bir narsa. Keyin agar fursat bo'lsa so'zlaymiz. Bu joyda sizniki to'rdinas qilgan narsangizni hammasi xotirlanmagan degan gap. Bu xuddi islom dinimizda ikki farishta birisi o'ldi, birisi so'lda. O'ngdagi xato yaxshini, so'ldagi yomon ishlarni xotirlamagan. Ashna o'xshash degan gap. Sosyal media ashna har bir ishingizni to'xtovsiz to'r dunyodagi izingizni xotirlamagan degan gap. Uni yo'qotish bektas degan gap. 10 yil, 20 yildagi joyda uningki ziyanni foydasini ko'rsatgan gap. Endi real dunyodagi deepfake hujumlarni bir misol qilsak, 2023-yilda bir davlatda AI texnikasi orqali siyosiy rahbarning saxta videosini yasalib, jamiyat vayim paydo qilindi. Ko'p odam buni rost deb ishondi. Bizning maydonda hozirgi AI degan bir mush tekstlan degandan keyin oliy ma'lumotlikdek suni uydirganlar. Men sundim e'lon shaklida. Ammo yozma shaklda joyda unda bir narsani qilish joyda ba'zi o'zi o'qib kelib uning kendi joyda turibdi. Bu hozirgi to'plumimizga, hozirgi Uyg'ur to'plumiga foydaliqmi? Foydaliq bo'lmasa yo'qda shunda hayajonlanib ketsakmi, azroq qisib qo'ygan yaxshi degan. Agar to'plumga ziyonli bo'lsa bu shunda muhim deb hayajonlanib ketib uni e'lon qilib qo'ysak, bu to'plumning hozirgi bizning Uyg'ur to'plumining joyda aran chaq-chaqidan yerilib aran turayotganlar degan. Buni yo birlashtirib texnik mukammallashtiramiz yoki bo'lmasa yo'qda chaq-chaqidan yerilib yo'qaymiz degan. Buning isbotini balkim ya'ni 5-6 yildan keyin meniki nima deganligimni balkim u vaqtda texdimmi azroq bir qancha chayni olib qo'yib shapkasini qo'yib o'tirib ichki adam uni birdan tushunib oldi degan. Bu urushlarni ishqi bekor jidal qurmaydi bizning ishimizda degandek. Ideologiyani singdirish. Masalan,
bir xalqning dini, madaniyati va qimmat qarashini asta-asta o'zgartish degan gap. Sening tiling keraksiz, madaniyating orqada qolgan, o'zgargandil zamonaviy bo'lasan, yangi avlodlar o'z madaniyatini yiroqlashtirish. Qaranglar, malaning hammasi bizniki bormi yo'qmi? Sening tiling keraksiz. Uyg'ur tiliga hujum qilayotganlar tilshunoslar bormi yo'qmi? Tilshunoslar men tirnoqchaga qo'ymayman. Uyg'urdan tug'ilib qilib, Uyg'ur so'zi Uyg'ur yezigini ishlatib qolganligidan numus qilayotganlarni nurg'un degan gap hozir. Uni o'zgarsak bo'ldi deydiganlar. Tug'ilib qilib 40 yildan bir Uyg'urcha yezishni o'rganmayotganlar bor degan, o'rganmaganlar bor degan gap. Bular joyda sening tiling keraksiz. Asta-asta nima gudida? Boshqa gudida degan gap. Bundagi texnik shunday, chunki sizning tilingiz biz dijital dunyoda ishlatishdan asta-asta ozlagan sari uning ehtiyojini tushib to'laydi degan gap. Chet elda ko'rgan shu albatta tushuna olgan. Chunki eng oz o'g'anda ikki til biladi degan bular. O'zining ona tilidan boshqa birini biladi degan gap. O'zining ona tiliga ehtiyoj asta-asta to'laydi degan gap. Bunda o'g'anga ishlatamdi. Ishlamay degan gap. Ishlatmaganini qana oldi? Keraksiz bo'ldi degan gap. Keraksiz narsa qana oldi tashlanadi degan gap. Madaniyatning orqada qoldi. Bizning madaniyatimiz orqada qoldi deb. Hozir madaniyatga hujum qilayotganlarni o'g'on, u qoldi, bu qoldi, u qoldi deb. Birden kiyimini tatip qildi, birden o'yinimizni tatip qildi, birden bunimizni tatip qildi degandek. Bikadan bika chiqayotgan narsalar emas, ammo ba'zi o'zgargan zamon o'tdik. Biz degan zamonaviy manda ba'zilar islom dinini qabul qilib shunday qilib keldik deydilar. Sen musulmon emas ekansan, sen nima ish qilding deysiz, qarab tur degan bunda vaqtda. Sen qabul qilma o'zgargan, bir ish qilib desa qarab tur degan. Shu vaqtda ba'zi narsalar bikadan bika chiqib qolayotgan narsa. Ya'ni madaniyat yuyish, ya'ni cultural assimilation deymiz. Buni do'qninki madaniyat bir nima yilda qilgan narsalar bor-ku. Ashlar nima qildi buningga? Ana tilini cheklash yoki cheklam qo'yish, tarixni o'zgartirish yoki buzish, madaniyat mazmunini kontrol qilish, yangi avlodlar o'z kimligini unutishga sabab bo'lish. Xitoy mushuni qildi. Ular madaniyat yilda qilib nimani qildi? Bir ish qildimi? Bir ish balkim o'zlari kitob yozib e'lon qilib qo'ygan bo'lishi mumkin. Uni o'zim ba'zi narsalar shu vaqtda og'iz deyish degan bilan uni nima qildi? Buni qarashimiz kerak degan gap. So'z hozir bizningki hissiyat tayindigan vaqtimiz o'tib ketdi. Nima vaqt ketdi degan gap. Hissiyat emas, amaliy ishqa, amaliy unum beradigan bir planga, bir harakatga ehtiyojli degan gap. Bo'lmasa shu vaqtda u chiqib bir hayajonli, hissiyatli gap qo'ysa, aytliq mustaqil bo'lib ketgandek, ashunday qilib 70 yildan qanday bo'ladi o'g'on? Har chiqib so'zlab qo'ysa, aytli mustaqil bo'lgandek harakat qilma degan gap. Madaniyat yuyish o'z uzunmatlilik jarayon bo'lib, bir ikki avlod ichida xalqning kimlik yo'qligi yutiladi. Ma'ni Xitoy qilyapti-ku mana. Birinchi avlod yo'q edi. Ikkinchi avlod kelgan vaqtcha yana bir yo'qaydi, buning joyida kesiladi. O'zili degan. Sog'liq ma'lumot kuzatish. Odamning telefon, internet harakati, suhbati va do'stlari bilan bo'lgan joyda o'rni va do'stini joyda to'xtamay kuzatish. Kim bilan kim do'stsan? Sen Abdurahimjonning do'sti kimlar ekan? Bu odam unda chiqdi endi sotsial mediada. Bu odam qanday odamlarga xo'p berib yetibdi? Qanday odamlarga jirkini berib yetibdi? Buni tekshirib joyda, uning asosiy joyda sizning telefon u sizningki do'stingizni, sizning do'stingizning do'stini kuzatalaydi degan gap. Anjayotsa chiroyli sistem orqali kimligini bilish, kimning kim ekanligini bilish. AI kamera deymiz, aqliy kamera orqali harakat tahlil qilish. Bularni hozir qiyin bo'lgan. Biz mi qila olamiz degan, amaliy qila olamiz degan. And big data analysis. Ma'lumot cho'ng narsa, cho'ng sonliq ma'lumotlarni tahlil qilib odamningki odatini va jo'qda harakatlarini jo'qda to'xtovsiz bilib turish degan. Endi sotsial medianing ta'siri jo'qda mana TikTok, Facebook, YouTube, X, ya'ni sizning yaxshi ko'rganligingizni o'rganadi. Undan keyin sizga mas mazmunlarni ko'rsatadi. Bu joyda algoritm influence deb atalgan. Masalan, hozir joyda uzun mazmunlarni hech bir ham ko'rgisi bormi? Yo'q degan gap. Masalan, biz bir soat qilib qo'ysak, buni ko'radiganlar balki yarım azlab ketishi mumkin degan gap. O jo'nda uzun deb. 5 minut, 10 sekund qilib qo'ysangiz deganlar serib kuyib ketib bir soat vaqtni o'tkazadi, ammo hech nima kallasiga kirmaydi degan gap. Aqlida hech nima qolmaydi degan gap. Vaqtni ketgan. Ammo bir soat ko'rib, bir narsani bilish uchun joyda uning yerini degan gap. Mushum joyda sotsial medianiki albatta ta'sir degan gap. Bir davlat yurishini hisoblar orqali ikki guruh o'rtasida talash-tortish paydo qilindi, natija jamiyat bo'linib o'zaro ishonch yo'qolib ketadi. Sotsial mediada qasddan talash-tortish paydo qilish. Majib bizga chiqib qoladi qanday?
fake accountlarda orqali jamiyatni bo'lish, o'zaro ishonchsizlik va gumon paydo qilish. Abdurahimjon Xitoyning odami nima? Xitoylar resim ochib qaranglar. Desa boshlar tunji qatim unda bo'lmaydi. Davaschu turibdi, rost shundami yo'qmi? deb uning qaraydi. Demak, o'sha turibdi degan zamonda g'alaba qildi degan gap. Qarshi taraf sizning idrokingizni kontrol qildi degan gap. Butunlay kontrol qilsam butunlay kontrol qildi degan emas. Sizning ishonchingiz o'zgartdimi? O'zgartdi. Demak, u ko'z taldan gap. O'zaro ishonchsizlik va gumon paydo qilish. Bu bizda bormikan? Tabiiyki bor degan gap. Millat, din, rayon orasida bo'linishni kuchaytirish. Ma texnimi bor bizningki. Birdam ulusini tashlaydi o'ttirga, birdam Sharq Turkiston demdiq, u demdiq deb o'ttirga tashlaydi. Birdam islom dini u din bu din deb uni hujum qiladi. Birdam ziyoli deb uni hujum qiladi. Birdan bemayli hangrab qolgan birasini talat chiqib birab tugdi degan gap. Qilch ahmiyatsiz ishlar ular. Hozir bizga nisbatan deyman, qilch ahmiyatsiz deb. Buning ahmiyati bor. Qachonliqqa qusaq tuyab, o'zingizga ega bo'lib, turibdilar deb toza bir o'yinib qilgan vaqtingizda biz nima ekan desang, hozir qo'sqingizni to'ymaydi, mustaqil bo'lmay turib, nima sizga undan bir tanish tortish? Avval bir vatanimizni eling, qo'sqingizni to'qlang, uning keyin chog'da, turibdi biz endi nima qilishimiz kerak deb o'ylangan. Bir davlatning yushuni hisoblar qilib chog'da ikki guruh orasida talash tortish paydo qiladi degan. Masalan, siyosiy hozir ziyolilar, dilchilar deb chiqadi-ku. Bekor chiqib qolgan narsa emas bu. Hammasi Uyg'ur. Uyg'urlar birisini dinchi deb aytib beradi, birisini ziyoli deb aytib beradi. Azaldan ikkisi bir-birisiga so'qishib baqqanmi? Unda ish yo'q degan gap. Bular bizning tariximizda ish yo'q degan gap. Faqat hozir qasddan chiqarayotganlar bor degan gap. Buni joyda to'g'ri shaklda o'qiyamsak joyda uningki qurbonlab ketamiz yoki joyda uningki kontrol qilishdagi bir mas'uliyatga aylanib qolamiz degan gap. Sunniy aql mashina o'rganish, sunniy aqlni men tushuntiraydi. Idrok ko'rishdan AI va idrok ko'rish. Sunniy aqlni bilish joyda mashina o'rganish, bu ta'liq qilish, qaror chiqarish iqtidori. Bu texnik joyda idrok ko'rishda eng kuchli qurol aylandi. Sen deepfake deymiz, algoritm control deymiz, uning joyda boshqa sizning qiziqishingizni, qo'rqishingiz joyda siyosiy qarshingizni ta'liq qilib, sizga mos keladigan uchurlarni tarqatib degan. Saxt uchurlar, saxt video, AI bot, avtomatik propaganda deganda-chi. Endi xatarlik bir haqiqat, mana joyda Cambridge analizi, Cambridge universitetiga men bilim so'zlagan vaqtimda bilim asos bo'lmagan narsani asla so'zlamayman. Shuni tepbiron izdisanglar mana chiqib degan gap. Endi joyda Cambridge universitetining joyda men bir analizi 70-80 Facebook joyda 87 million ishiltishning shaxsiy sonliqni joyda ishiltib Amerika saylamiga ta'sir ko'rsatilgan. Bu idrok ko'rishning mas'uli debchi. Hozirgi eng kuchli armiyasi bor, askari bor davlat qaysi? Deyapti Amerika va Xitoy dedi. Unda emas, Facebookning 2 milliard ishlatgisi bor degan. Ashna joyda bir uchurningki taqilishida ashning 1000dan 1 milliondan 1 ta'sir ko'rsatishim joyda qancha ta'sir ko'rsatadi? 2 milliard odamningki. AI faqat bir qurol, uni yaxshi ishlatsa foydali, yomon niyat bilan ishlatsa, aytdi xatarli degan. Okay, endi buni so'zlab bo'lgandan joyda bizningki jon tomirimiz keldi biz endi. Men bir narsa so'zlagan vaqtimda Uyg'urlarning nima foydasi bor buningki? Men algoritmlarni qanday ishlaydi, inson psixologiyasiga qanday ta'sir ko'rsatadi degan bir narsa, qo'rqinch, g'azab, hissiyot, guruh ta'siri degan. Bu joyda ba'zi bir insonlar joyda vatandan kelgan uchur, vatanning uchurli deb asha to'xtasiz har kun bir ishkidan har kun yo'llaydi degan. Buni qanday ta'siri bor? Qo'rqinch, g'azab, hissiyot, guruh ta'siri. Men bular joyda mushani o'yinib qo'yish kerak degan. Bir to'plamning joyda buni ishlashda ko'rsak nima bo'pti dedi. Asta joyda sizning ro'yingizga, sizning qo'rqinishga, sizning joyda g'azabga, hissiyotingizga ta'sir ko'rsatadi degan. Eng oxir joyda sizningki qarshingizga ta'sir ko'rsatadi degan. NATO'ning bir qarshi NATO kelgusi urushlarda eng muhim nishon odam mingisi bo'ldi. Deb men ko'rsatib qo'ygan narsa, mana bu 2025dagi nimasi bu NATO'ningki.
Aşının özü qarab baxsanın бар деген. Real dünyadaki bu ne bo'ldi? Uyg'urlar uchun Uyg'urlar va uchur bexatarlik. Endi men Uyg'urlar bo'lgan xavflarning bir so'zida idrok qilish har bir xalq tahdid emas. Har bir xalq tahdid emas, ammo kichik millatlar oz sonliki, ya'ni oz sonliq millatlar. Men degan oz sonliq desam, oy biz degan oz sonliq millatlar tahdid tushunib ketmanglar. Tilni ishlatadigan bir to'plamning sonini qaray qaralgan narsa mana bu. Uyg'ur tilini ishlatadigan to'plam qanchalik? Chet elda 20 ming Uyg'ur bor deylik. Belki jiq deyishim mumkin, jiq bo'lsin. 20 ming Uyg'urniki necha % hozir to'liq Uyg'ur tilini ishlatadi? Birinchi vaqtda til yo'qotish xavfi. Agar bolalar Uyg'urcha o'rganmasa, barliq mazmunlar bosh tilda bo'lmasa, Uyg'urcha asta-asta zaiflashi degan gap. Shunda bo'ladi-ku, bolalar bilsa degan gap. Sizlarningki bolalaringlar ashtirayotgan davlatlarning bir narsani ko'radi, kinolarni, videolarni yoki Uyg'urcha birini izlab ko'rib biramdi. Endi sonliq ma'lumot orqali kontrol qilish. Big data kamera orqali shaxsiy sonliq ma'lumot to'plansa, odamningki harakati va boshqa narsa ta'sir ko'rsatilgan. Madaniyat buzilishi agar kino, o'yin, sosial media va faqat boshqa medialar kuchaytirilsa, yangi bir avlod o'z kimligidan yiroqlashi degan. Bu joyda bizdek bir to'plum uchun joyda xatarlik. Cho'ng to'plumlar joyda ularning cho'ng xatar yo'q. Masalan, Amerikadek, Turklardek, Xitoylardek, Yaponlardek millat to'plum uchun unda xatar yo'q degan gap. Ammo bizdek yo'qolish girdog'i berib qo'yayotgan bir to'plumga nisbatan xatar kuchli degan. Fikr birlikka keltirish. Barliq media uchur manbalar bir taraflik bo'lsa, odam faqat bir xil fikrni ko'rib boshqa qarashlarni bilmaydi. Masalan, ba'zilar Fox News'nikini, ba'zilar boshqa news'larnikini oldi emasmi? Endi albatta buni xristian bo'lgandek fursatlarim bor degan. Raqamli digital ma'rif. Dunyoning har qaysi belki Uyg'urlar to'g'ri darsi AI o'qitishi onlayn orqali joyda bilim ola oladi. Amerika va boshqalarga ungacha madaniyat saqlash, AI va cloud texnikasi orqali kitob, naqsha, muzika hujjatlarini joyda raqamli saqlash, dunyo bilan bog'lanish, internet orqali dunyo bilan aloqa qilish degandik. AI bilan ushur texnikasi, Uyg'ur texnika, kelasi Uyg'urcha chat GPT, Uyg'urcha search engine, Uyg'urcha voice AI degandek, education AI degani qurishda mumkin. Biz hozir qilyapmiz-ku. Buni texdim bersak, vaqtimizni bersak, hisobni bersak joqda, albatta buni texdim yaxshi qila olamiz degan. Muhim bo'lgan tushunchalar texnika o'zi yaxshi, yaxshimi yomon emas. Muhimi bu texnikani joqda kim qandaq niyat bilan ishlatayotganligi. Biz texnikadan o'z madaniyatini saqlash va taraqqiy qilish uchun ishlatishimiz kerak. Biz qanday ishlatamiz degan. Qandaq qo'g'dilimiz degan. Masalan, sotsial medialarda har xil uchurlar keldi, uni qanday qilamiz? Tanqidiy fikr. Har qanday uchur joyda darhol ishonmaslik, manbani tekshirish, dalil izlash, boshqa manbalar selishtirish. Endi media savodini ishga oshirish degan. Odam tuvandiklarini farq qila olish kerak. Birinchi fake news, saxt xabarmi yo'qmi? Propaganda yo'qmi? Tashviqotmi yo'qmi? Sunniy videomi yo'qmi? Ya'ni sunniy aqlga qarab bir tarafli xabarmi yo'qmi? Bularni bilish kerak degan. Shaxsiy uchurlarni qo'g'dash uchun kuchlik maxfiy numar qo'g'lash, VPN ishlatish kerak degandek narsa bor degan. Til va kimlikni kuchaytirish, o'z madaniyatini saqlash uchun joyda Uyg'urcha mazmun yaratish va tarqitish. Kitob bo'lamda qanday bir narsani digitalga qo'ysangiz degan. Bolalar ona tilini o'rgatish, raqamli kitobxona va arxiv qurish, o'z tarix va madaniyatini o'rganish. Eng kuchli qurol emas, bu pul emas, angliq, bilimlik, tanqid fikriga ega inson. Shuni bilim elish eng yaxshi qo'g'dirish usuli. O'zimiz joyda yaxshi qo'g'dayman deydiganimiz, angliq bo'lamiz, bilimlik bo'lamiz, tanqidiy fikrga ega bo'lamiz. Mushtiga ega bo'lsak joyda siz o'zingizni eng yaxshi qo'g'day olasiz degan. Idrok bo'lishdagi eng kuchli qurol joyda badanda qurol emas, pul emas, angliq insonlar. Bular joyda kuchli holatda qarshi tura oladi degan. İdrak bo'lish g'alaba qozonish uchun eng muhim omil angliq, bilimlik, tanqidiy fikrga ega insonlar. Bilim haqiqatni bilish, yolg'onni farqlantirish qobiliyati. Tanqidiy fikr har qanday uchuni surishtirish va ta'liq qilish, o'zining kallasi bilan tafakkur qilish boshqaning emas. Kimlik engi, o'z tili, madaniyati, tarixi bo'lgan sevgi va hurmat. Buni men Uyg'ur tilini suyman deb qo'yib, yoki bo'lmasa madaniyatini suyman deb qo'yib, men madaniyatining Budda dinidagi vaqtidagini suyatdim, men islom dinidagi vaqtini suymayman. Bu Uyg'ur emas bunda deyat qillar. Uyg'urni suyish degan saxtkorlar bular. Bir to'plumning madaniyat joyida tarix nima suzilib, suzumi bor-ku, qaytiqni suzumi qilamiz-ku. Bilish mumkin.
ay süzme xaltasidagi süzülüp ayında bir süzme haleti keldi degan gap. Bir madaniyat. Siz uni ajratib, buni suymayman, buni bu Uyg'urlarning bu tarafini suydim, u tarafini suymayman demaysiz degan gap. Bir balangizni men ma balamning ma tarafini yaxshi ko'raman, deyamiganga o'xshash. O'zingizning madaniyatini ashunda suysiz degan gap. Agar xato bo'lsa, uni to'g'risini siz qilasiz degan gap. To'g'ri bo'lsa joyda uni davomlashtirasiz degan gap. Bir kishinin to'g'risini, xatosini ko'rsatib, xato deb turib, uning to'g'risini ko'rsatib beramsiz, siz bir yolg'onchi degan gap. Saxtikor degan gap. Hiylagar degan gap. Bir narsani xato deydiganmiz, uning to'g'risini ko'rsatib berishim kerak degan gap. Bu xato. Chunki manda. Ham to'g'risi manda bo'lganlik uchun. Bu sizni odam qildi degan gap. Bo'lmasa yo'qda yolg'onchi saxtikor bo'ldingiz degan gap. Agar bir xalqni o'ylashdan, surishtirishdan, o'z kimligini saqlashni bilsa, hech qanday idrok urushi yenga olmaydi degan gap. Xalq o'ylashni, surishtirishni bilish kerak. O'z kimligini saqlashni bilish kerak. Mushuni bilgan joyda uni cho'ngmi ta'sir yo'q degan gap. Qo'g'di ushullarga mayadimdiq. Uni joyda eng muhim tushuncha, agar bir xalq o'ylashni to'xtatsa, tanqidiy fikri yo'qildi, har qanday uchurga ishindi. Surishtirishni to'xtatsa, haqiqatni izlash irodasi yo'qildi, yolg'onga aldindi. O'z tilini unutsa, tili bilan birga madaniyat, tarix va kimlik yo'qildi. Texnikadan qolsa, zamonaviy dunyodan ayrilib qoladi. Shuning uchun bir xalq bunda bo'lgan vaqtda bu xalq ojizlashadi, boshqalarning kontrol qilishiga uchraydi, kelgusini o'zi belgilay. Agar bir xalq bilimlik bo'lsa, tanqidiy fikri ega bo'lsa, o'z tili madaniyatini saqlasa, texnikani o'rganish joyida kelgusini o'zi belgilaydi degan gap. O shvartolashdan boshqalar hozir shuni qilish kerak. Ammo uningga butun vaqtini bermaslik kerak degan gap. Besh qo'ldek menish kerak degan gap. Vaziyatni kontrol qilib, qaysini eng boshda ilib borman. Qaysi boshlarga qanchalik vaqt berman deganda kontrol qilmagan vaqtimiz yo'qda biz yana qilib qolamiz degan gap. Kelgusi urush faqat harbiy kuchlanmas 4 soat bo'ldi. Aya urushi, data urushi, ya'ni sonliq ma'lumot urushi, brain, ya'ni ming urushi, information urushi, uchur urushi. Aya urushi sun'iy aql orqali fikr va qarorni kontrol qilish. Data urushi, sonliq ma'lumot urushi joyda sonliq ma'lumot orqali odamni ta'liq qilish va kontrol qilish. Ming urushi, brain urush degan joyda bu mingi kompyuter urinish orqali fikrni kontrol qilish. Bu oldingi biz brain interface brain computer interface BCI brain computer interface degan tema so'zlandi. Quantum brain interface ni so'zlagan. Ashuna joyda o'zimizningki YouTube kanalida bor bunga munosabatlik mazmunlar. Uchur urishi, uchur iqlimni kontrol qilish, haqiqatni buzib ko'rsatish. Kelgusi urush joyda 2030 ga kelganda idrok urush texnik yuqori texnika bilan birlashadi. Ya'ni brain computer interface bilan birlashadi. Uningdagi taraqqiyot joyda quantum brain interface computer interface bo'lgan. Bu vaqtda shu bizningki darsimiz ikkinchi qaror darsimiz boshlandi. Quantum sun'iy aql o'rganish darsimiz. Bizningki nimamiz joyda 2030 va 2035 ga nishon qilgan o'rganish ham. Hozir o'rganibla men aytli ishtapaman degichlar qo'yga ham buga ham bir qach qo'noq berib aytsinda qo'rqinib ko'tarib baqallar. Bunda odamlar g'alaba qilolmaydi degan. Bir narsa bosh ko'tarishdan joyda bir mezgil bosh cho'kirishingiz shart degan. Uyg'ur mustaqillikni olaman dedikansiz, bir mezgil shuningda muntazam ishlashingiz kerak degan. Bosh cho'kirishingiz kerak degan. Bir sistem qurib, u sistem joyda avlod qoldira olishingiz kerak degan. Qolgan keynimizdan kelgan avlodlar u sistemni yangidan qurish emas. Uni kelgan yerdan davomlashtirish kerak degan. Bu vaqtda bir taraqqiyot bo'ladi degan. Bo'lmasa yo'qda u tashkilotning boshlig'i chiqib ketgan zaman uni tip so'rab, hamma chiqib bino o'xshatsa, binoni tip chiqib uni bulg'ib chiqsa, keyin kelgan yana qayta tiklaydi uni. Birisi umrni oxiri bo'ldi, 40 yil bo'ldi deydi. 40 yil bo'lsa, 40 yildan keyin yana birisi keldi, yana qilgan tugaydi degan. Bu bizningki ochiq savodimiz ku bizningki. Demasam men bilsizlar uchun. Endi xulosa, oxirida xulosa qilgan vaqtimiz yo'qda, amaliy idrok urushi insonning mingisiga qarshi ro'yati va kimlikni nishon qilgan zamonaviy urush. Lekin texnik xavf bo'lish bilan birga bilim, ijodiyat va hamkorlik madaniyat saqlash uchun mutoqda nihoyat zo'r fursat degan. Xavflar: fikr kontrol qilinish, kimlik yo'qolishi, madaniyat buzilishi, texnikadan ayrilish. Fursatlar: bilim tarqitishini osonlashdi, madaniyat raqamlik saqlash, dunyo bilan bog'lanish, o'z texnikalarini qurish. Endi
Bunda buni qilib bo'lgandan keyin qanday qilishimiz kerak degan bir narsa. Har kuni 30 minut. Mening taklifim mana bu. O siz qılamsiz qilmamsizni o'zingizga. Har kun 30 agar siz haqiqiy Uyg'urni suyman degan bo'lsangiz, haqiqiy ham aytdi ekan. Uyg'urni suyman deb qo'yib Uyg'urning qashini suydim, ko'zini suymaydim desangiz bo'lmaydi degan. Har kun 30 minut Uyg'urcha o'qish va yozish. Bolalarga ona tilida so'zlash va o'rgatish. Uyg'urcha raqamlik mazmun yasash, tarqitish. Nima yazsangiz yasang. To'g'ri narsa yo'llang. Uyg'urcha sab qanchalik to'g'ri qilasan, shunchaki to'g'ri. Amal va bosh tilniki kirgizishni saqlanib. Ya'ni Uyg'urcha raqamlik mazmun yasash va tarqitish, texnik bilimni o'rganish, o'zingizniki bilim bilan qurollantiring. Har qanday uchun tekshirib, tanqidiy fikr qilish. Masalan, Facebookda va boshqalarga video tarqalgan bo'lsa, uni tekshirish nihoyat osonlashib ketgan gap. Uni azroq kallasi odam ochirda ChatGPT so'rab qo'y buni. Bu qanday tekshirayman men desangiz, tekshirgan narsani deb bir degan gap. Shuni ekiriblar, bu saxtimi yolg'onmi tekshira olasiz degan gap. Agar bek bilamsiz bizning to'rbitimiz va ashad tekshirishni bo'ldi degan gap. Tamamen tekshira olasiz degan gap. Uchini kontrol qilganlar odamning idrokini kontrol qildi, idrokni kontrol qilganlar kelgusini kontrol qildi, kelgusini kontrol qilganlar dunyoni kontrol qildi. Mana bu bizning oxirgi tugutish so'zimiz bo'lsin. Rahmat. Biroz tiz so'zladim, chunki vaqt biroz qisqa bo'lganligi uchun shuni xafaolmaysizlar. Men birdan degan ish qilishim kerak, shuni biroz tiz so'zlab ketdim. Agar savolingiz bo'lsa, so'rasangizlar. Tugudi rahmat. Rahmat Qavuljon, bu bir yangicha bir mazmun kam idrok ko'rishida. Idrok degan gapni o'zimiz anglaymiz ham bilamiz. Yangi mazmun qilgan bo'lsa uxlamaydingiz. Yaxshi bo'ldi endi. Nimani ekran to'g'ri aniq ko'rolmaydi-ku, asma ekran yaxshi ko'radigan bo'lgan bo'lsa, menimiznikini. Bu tem qolgan haqiqatan qayta anglab nim qilar, solib qolib qolgan qadim qilsa, hozir ish qoldiraysiz, degan ketdi hozir sizda. Bo'ldi, so'an bo'lsa keyin qoldirib qo'ysan. Qilamda. Bo'ldi. Bo'ldi. Allohumma qolgan kelar sani ko'rishamiz, bugun yaxshi bo'lgan damda